Barchaga assalomu alaykum. Bugun bizning obzorimizda Chery Arizo 8 gibrid. Arizo 8 gibridimizni zapas kodi 1400 xarakteristikasi bo'yicha, lekin realni yurib beradigan bizda zapas kodi 1000 km yurib beradi. Bu albatta sinalgan. Shahar ichida rasxodga keladigan bo'lsak, 3,5 4,5 litrgacha. Albatta bu gaz pedalni bosishingizga bog'liq. Agar tezroq yuraman desangiz, albatta rasxodi ham ozgina ko'payadi. Shahardan tashqarida esa albatta rasxodimiz barcha mashinalar singari rasxodi albatta kamayib boradi. Mashinamizda hamma qulayliklar bor. Mashinamiz dizaynini ko'radigan bo'lsangizlar, kosmический dizayn deyiladi. Ya'ni juda ham o'zgacha dizayn. Barcha boshqa bizdagi boyagi biznes klassdagi mashinalar bilan bemalol сравнить qilsangiz bo'ladi. Lekin narx jihatdan ularga nisbatan anchagina past narxi, bemalol haydasangiz bo'ladi. Mashinaning tutishi o'zini juda ham yumshoq. Yamalarga tushishda va albatta razgoniga keladigan bo'lsak, juda ham tezlik оборотni oladi. Ya'ni 0 dan 100 gacha chiqishi где-то 8 yoki 6-7 sekundda уже 100 ga chiqib oladi. Sport rejimda albatta. Rulda o'tirganingizda albatta juda ham qulay. Eng yana bitta fishkasi buni o'zingizni sidenangizni o'sha mana bu tomondan boshqa markadagilarda bemalol regulировка qilsangiz bo'ladi. Rullardagi ham mana bu multi knopkalar, boyagi mana bu knopkalar juda ham qulay, bemalol boshqarib ketsangiz bo'ladi. Mashinaning amortizatorlari juda ham yumshoq. Mana yamalarga tushgan paytda xuddi kорабльdek yumshoq o'tib ketadi. Mashinaning razgoni bitta sinab ko'rsak bo'ladi. Juda ham o'zini tortishlari tez mashina. 0 dan 100 gacha albatta 7 sekund sport rejimda, 9-8 sekundlarda eko normal rejimlarda chiqadi. Albatta yumshoqlik ходовой sistemalari ham yo'lni uncha yamalarini sezmasdan o'tib ketadi. Mana bo'yimga keladigan bo'lsak, 1.75, 1.76, 1.75, ya'ni standart. Bu 1.90, 1.95, 2 metrlik, ya'ni bo'ychang odamlar bo'ladigan bo'lsa, haydovchilar juda ham qulay o'tiradi. Sidenani bemalol o'ziga pastlashtirib tushiradi, krosslar o'zlariga moslashtirib oladi sidenani. Rulni ham bemalol o'ziga moslashtirsa bo'ladi, tepaga pastga qilib. Ya'ni bo'yi uzun odamlar ham 2 metr yoki bo'lmasam 2.20 bo'ladigan bo'lsa, bemalol qulay sig'ib o'tiradi. Mana bemalol sideni yana pastga, endi pastga tushirsam menga ozgina noqulay bo'ladi. Bo'yi baland odamlar bemalol o'ziga qulay qilib olsa bo'ladi. Hamma narsa qo'lda boshqariladi, hamma narsa qo'lda. Funksiyalari, nimasi, hamma narsasi qo'lda boshqa qulayliklar tomonidan. Mashinaning ichida o'zini zavodskiy aromatizatorlari, ya'ni xushbo'y tarqatuvchi o'zini funksiyasi bor. Mana bosasiz, свежий, relax и бодрящий bossangiz, o'shanga moslashib aromatlarni chiqazib beradi. Mashinamizga yana qo'shimcha qulayliklarga keladigan bo'lsak, albatta bunda голосовое управление hamda 4 ta sidenasida ham обогревlari, rullarida обогревlari, 2 ta oldingi sidenasida sidenamizni muzlatib beradi. Ya'ni bemalol yozning kuni issiqda sizni yaxdek qilib beradi, muzdek qilib beradi. Albatta 360 kamerasi pavorotingizni yoqqan paytingizda avtomat tarzda sizni o'sha atrofingizni ko'rsatib beradi. Mashina lishniy fikrimni aytadigan bo'lsam, menga yoqadi tezligi, razgoni va tormozi ham joyida. Endi kameramiz sal ketib qoldi. Albatta tormozlar juda ham joyida. Tormozning regulировкасini ichidagi mana bu kompyuterdan regulировка qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bundan ham joyida, juda ham zo'r tushadigan qilsangiz bo'ladi buni ham. Mana shu tomonlar menga juda yoqadi bu mashinaniki. Albatta Gentrani haydab yurgan katta bolalarga o'sha Gentrasini mana shu mashinaga alishtirishni taklif beraman. Bemalol kelib haydab tez drive ko'rsa, o'zlari albatta Gentrada ancha yaxshiligini, ancha ko'proq funksiyaga boyligini bemalol his qiladi. Eng albatta bunimiz gibrid bo'lgandan keyin Gentra men o'zim ham haydaganman. 14, 15, spokойно haydaysiz, 12 ta rasxod qiladi. Bunda rasxodi mana benzinda 4.8 litr. 4.8 rasxod qiladi. Realniy rasxodi mana shu buniki. Ya'ni полный заправка и полный bak qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu mashina sizga 1400 deyiladi xarakteristikada, lekin realnisi 1000 yurib beradi sizga. Bu 1000 probeg degani, ya'ni Toshkentdan Xorazmgacha yoki Qoraqalpoqgacha bemalol borasiz degani. Kelishiga albatta yana bitta zapravka qilishingiz kerak bo'ladi. Bizning obzorimiz albatta o'z yakuniga yetib bormoqda. Albatta men sizlarga buni faralar haqida aytib o'tmadim. Buni faralari juda ham aqlli fara hisoblanadi. Ya'ni
Jaydarcha aytadigan bo'lsa, o'ngga chapga burganingizda faralar rulni burganingizda o'ngga chapga buriladi. Ya'ni o'ng tomonidagi slepoy zonani ko'rsatadi va chap tomondagi slepoy zonani bemalol ko'rsatib beradi. Endi buni LED faralarda haydab yuradigan haydovchilar o'zlari biladi. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilsangizlar, to'liq ma'lumot berib boramiz. Albatta buni hammasini живой ko'rish uchun, ya'ni rostakam ko'rish uchun, sinab ko'rish uchun albatta Cherry Sampida biz sizlarni kutib qolamiz. Tez drive'ga yoziling va biz sizlarni kutib olamiz.